yurtimizda jinoyatchilikni oldini olish, jamoat xavfsizligini ta'minlash, aholi osoyishtligini mustahkamlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan ushbu sohaga doimiy ravishda alohida e'tibor qaratilib, chuqur tahlillar asosida mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish yuzasidan aniq vazifalar belgilab berilmoqda. Joriy yilning 5-yanvar kuni mahallalarda xavfsiz muhitni yaratishga qaratilgan Prezidentimizning birinchi va ikkinchi sonli qarorlari qabul qilindi. Mazkur qarorlar bilan belgilab berilgan vazifalar ijroga qaratilib, mahallalarda jinoyatchilikni barvaqt oldini olish bo'yicha samarali tizim yo'lga qo'yildi. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tuman miqyosida qo'shma qaror qabul qilindi. 2026-yilning 3-chorak uchun asosiy maqsadli ko'rsatkichlar yo'l xaritalari ishlab chiqilib, ijroga qaratildi. Hurmatli deputatlar, Prezidentimizning 2026-27-yanvar kuni 2026-yilda Toshkent shahrida xavfsiz muhitni shakllantirish bo'yicha namunaviy amaliyotni yaratishga qaratilgan chora-tadbirlar masalasida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishlarida barcha hududlarda xavfsiz muhitni shakllantirish bo'yicha amalga oshirish lozim bo'lgan aniq chora-tadbirlarni belgilab berdilar. Jumladan uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish, narkotiklarga qarshi kurashish, kiber jinoyatlarga qarshi kurashish, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish, har bir yo'nalishlar bo'yicha alohida chora-tadbirlar ishlab chiqilib, ijroga qaratildi. Joriy yil 6 oyda olib borilgan profilaktik tadbirlar davomida jinoyat qilmish sohasida jami 7 ta holatlar, shundan 33 ta giyohvandlik vositalarini sotish va saqlash, 3 ta psixotrop moddalarning noqonuniy savdosi, 1 ta valyuta sotish, 6 ta noqonuniy qurol muomalasi, 1 ta qimorxona, 1 ta poraxo'rlik, 7 ta ekstremizm bilan bog'liq holatlar, 6 ta fohishalikni saqlash, 2 ta odam savdosi bilan bog'liq holatlar aniqlandi. 760 ta jinoyatlar fosh etilib, 23 nafar qidiruvda bo'lgan shaxslar ushlandi. Ichki ishlar hisobida turgan 3935 nafar shaxslardan 2832 nafari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Ta'zir va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan 505 nafar xotin-qizlarga himoya ordenlari berildi. 7239 ta ma'muriy huquqbuzarliklar aniqlanib, ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va 158 nafar shaxs ma'muriy qamoqqa olindi. 2902 nafar shaxslar profilaktik hisobga olinib, 17 nafar shaxslar nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatildi. Ma'muriy nazorat qoidasini buzgan 2 nafar shaxslarga ma'muriy chora ko'rildi. 1 nafariga jinoyat kodeksining 26-moddasiga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Sog'liqni saqlash hisobida turgan 7 nafar shaxslar majburiy davolanishga yuborildi. Uzoq muddatga chiqib ketgan 10901 nafar shaxslar aniqlanib, 3815 nafar uzoq muddatdan qaytgan shaxslarning 3200 nafari tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. 1928 nafar bandlik ta'minlandi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash yo'nalishida red tadbirlar o'tkazilib, 2295 ta qoidabuzarliklar aniqlandi. 888 ta avtomashina jarima maydoniga joylashtirildi. Diniy vaziyat barqarorligini ta'minlash va radikallashuv oldini olish maqsadida 456 nafar shaxslar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Probatsiya hisobidagi 488 nafar shaxslar bilan profilaktik tadbirlar o'tkazilib, ozodlikni cheklash jazosini o'rganayotgan 158 nafar shaxslar tekshirilib, 26 nafariga intizomiy jazo choralari ko'rildi. 4 nafar mahkumlarning jazosi og'irrog'iga almashtirildi. Jinoyatchilikni barvaqt oldini olish va hududlarni jinoyatdan xoli hududga aylantirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Natijada 2026 yil 6 oyda jami 769 ta jinoyatlar qayd etilib, mazkur jinoyatlarning 39 tasi 5% oldini olish mumkin bo'lgan, 74 tasi 96% aniqlanadigan, 656 tasi 85.3% axborot texnologiya sohasida jinoyatlarni tashkil etdi. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar 35% ga kamaydi. Aniqlanadigan jinoyatlar 72% ga yaxshilandi. Jinoyat turlaridan o'g'irlik, firibgarlik, o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish, transport hodisalari, transport vositasini olib qochish jinoyatlari kamaygan bo'lsa, nomusga tegish, bezorilik, o'lim bilan bog'liq yo'l transport vositalari ortib ketishiga yo'l qo'yildi. Yoshlar, sudlanganlar, ishsizlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar kamaydi. Tumandagi 56 ta mahallalarning 40 tasida jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. 15 tasida jinoyatlar kamaydi.
Mahalla hududida oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar 30% ga kamaydi. Mahalla hududida aniqlangan jinoyatlar 72% ga yaxshilanishga erishildi. 2026 yil 6 oy davomida qizil mahallalar soni 2025 yilda mos davrga nisbatan 75% ga kamaydi. Yashil mahallalar soni esa 14% ga ko'paydi. Hozir tumanimizda bitta qizil mahallamiz, Fayzobod mahallamiz qizil toifada qo'yapti. 15 ta sariq, 40 ta mahallamiz yashil jinoyatlar sodir qilmagan toifaga kiritildi. Hurmatli deputatlar, Prezidentimizning joriy yil 13 yanvar va 24 fevral kunlari o'tkazgan yig'ilishlarida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha belgilangan vazifalar bo'yicha ham qator ishlar amalga oshirildi. Og'ir toifadagi 152 nafar yoshlar 152 nafar yoshlar tartibot mudofaa organlari rahbarlariga biriktirildi. Shundan 85 nafari ichki ishlar bo'limiga, 22 nafar favqulodda vaziyatlar bo'limiga, 15 nafar prokuraturaga, 30 nafar hokimiyatga biriktirildi. Ichki ishlar bo'limiga biriktirilgan 85 nafar yoshlar bilan ishlash va ular o'rtasida olib borilayotgan profilaktik tadbirlar samaraliligini oshirish maqsadida rahbar xodimlarga buyruq bilan nomma-nom biriktirildi. O'rganishlar jarayonida 85 nafar yoshlarning 18 ta ijtimoiy va iqtisodiy muammolari aniqlandi. Hokimlik va tegishli hamkor tashkilotlar, shuningdek mahalla yetki bilan hamkorlikda 14 nafar yoshlarning muammosi hal etildi. Har haftaning payshanba kuni yoshlar kuni doirasida ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy, sport, profilaktik tadbirlar o'tkazilishi yo'lga qo'yilib, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xotin-qizlar yo'nalishida. Hurmatli deputatlar, xotin-qizlar o'rtasida jinoyat va huquqsizlikni barvaqt oldini olish borasidagi profilaktik tadbirlar doirasida 185 ta oilalarning yashash sharoiti o'rganilib, ularning 96 nafarining nizosi bartaraf etildi. Bundan tashqari, uzoq muddat davomida yashash manzilidan tashqarida bo'lgan 1068 nafar xotin-qizlarning o'zi va oila a'zolari bilan suhbat o'tkazilib, tushuntirish ishlari olib borilishi natijasida 462 nafar yashash manziliga qaytarildi. Xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilish maqsadida 505 nafar shaxsga nisbatan himoya ordenlari rasmiylashtirilib, doimiy nazoratga olindi. Himoya ordeni berilgan xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik sodir etgan 5 nafar shaxs ma'muriy javobgarlikka tortildi. O'tgan 6 oy davomida xotin-qizlar tomonidan 2 ta jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yildi, qayd etildi. Ayollar tomonidan bitta o'g'irlik, bitta bezorilik jinoyatlar sodir etildi. Mahalla Abdurahmon Jomiy, Chust ko'cha mahallalarida sodir etilishiga yo'l qo'yildi. Oila turmush doirasidagi jinoyatlar bo'yicha. Hurmatli deputatlar, oila turmush doirasida sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni barvaqt aniqlash, oldini olish borasida ham bir qator ishlar amalga oshirildi. Har bir oilaviy nizo va zo'ravonlik holatida mahalla, ichki ishlar, ijtimoiy himoya organlari hamkorligida monitoring qilindi. Muammoli oila a'zolari bilan intensiv tarbiyaviy suhbatlar va huquqiy tushuntirishlar olib borildi. Sudlarda nizolashayotgan 185 ta oilalar o'rganilib, 69 ta yarashtirildi. 24 ta aliment bilan bog'liq nizolar bartaraf etildi. 3 ta muammo bilan bog'liq masalalar hal etildi. Bular biroq olib borilgan profilaktik tadbirlarga qaramasdan 6 oyda 4 ta oila turmush doirasidagi jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yildi. Bu jinoyatlar bitta oilaviy maishiy zo'ravonlik, bitta qotillik, 2 ta o'rtacha og'ir tan jarohati, bitta jinoyatlar sodir etildi. Ijtimoiy profilaktika bo'yicha obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil ravishda amalga oshirildi. Profilaktika inspektorlari tomonidan huquqbuzarlik sodir etish o'rnidan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 4048 nafar shaxslar aniqlanib, ular bo'yicha xulosalar tuzildi. Aniqlangan xavf omillarini bartaraf etish maqsadida mahalla faollari, profilaktika subyektlari hamda tegishli tashkilotlar ishtirokida manzilli ishlar tashkil etildi. Natijada 2795 nafar shaxsning muammolari ijobiy hal etildi. Umumiy qaror 69% tashkil etmoqda. Ular hokim yordamchilari tomonidan 888 ta, xotin-qizlar faollari 1013 ta,
yoshlar yetakchilar 699 ta, ijtimoiy xodimlar 694 ta, soliq inspektorlar 12 ta qo'shma xulosalar tuzilgan. Biroq olib borilgan ishlarga qaramasdan ayrim hududlarda shaxslarning muammolarini ijobiy hal etish ko'rsatkichlari tuman o'rtacha natijasidan past darajaga qayd etildi. Xususan O'zbekiston mahallasi 11 ta holat bo'yicha 0.3%. Shuningdek, 3 ta mahallada mahalla yetkazilgan vakillar tomonidan ijtimoiy profilaktika obyektlari bilan yetarli ish tashkil etilmagan kam xulosalar berilgan. Jumladan O'rta ko'cha 14 ta, Abdurahmon Jomiy 40 ta, Fayzobod 40 ta. Yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishida hurmatli deputatlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 9-yil kungi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l infratuzilmasini yaxshilash va tirbandliklarni kamaytirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishlarida belgilab berilgan topshiriqlardan kelib chiqib bir qator ishlar amalga oshirildi. Yo'l transport hodisalarini oldini olish, o'lim holatlarini keskin kamaytirish bo'yicha sodir etilgan avtoavariyalar yo'llar kesimida tahlil qilinib, qizil, sariq, yashil toifalarga ajratilib, oldini olish bo'yicha zarur choralar ko'rildi. Tuman hududida 277 dona yangi yo'l belgilari o'rnatildi. 250 tasi eskirgan yo'l belgilari yangisiga almashtirildi. Markaziy ko'chalarga 13.200 metr kvadrat yo'l chiziqlari chizildi. Yo'llarning 7500 kvadrat metr qatnov qismi ta'mirlandi. 3 ta joylarga svetofor obyektlari qurildi. Yo'llardagi mavjud muammolar bo'yicha mutasaddi idoralarga 8 ta axborot va 5 ta tavsiyanomalar kiritildi. Tumanda o'lim bilan bog'liq hodisalar 3 taga ortgan bo'lsa, o'lim bilan bog'liq bo'lmagan yo'l transport hodisalari 58% ga kamaydi. Tan jarohati bilan bog'liq hodisalar 83% ga kamaydi. Bolalar bilan bog'liq hodisalar teng bo'lgan bo'lsa, teng saqlanadi. Ikkita hodisa sodir etilgan bo'lsa, uydan ikkita sodir etildi. Kiber jinoyatchiligi bo'yicha hurmatli deputatlar, kiber jinoyatlar an'anaviy jinoyatlardan tubdan farqlanganligi sababli hozirgi kunda uning salmog'i ortib bormoqda. Joriy yil 6 oyda sohaga oid 656 ta jinoyatlar qayd etilib, o'tgan yilga nisbatan 486 taga oshib ketishiga yo'l qo'yildi. Shuningdek, Jizzax tajribasi asosida maktab va maktabgacha ta'lim boshqarmasi bilan hamkorlikda maktablarda informatika o'qituvchilarning jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borishga jalb etilishi yo'lga qo'yildi. Hozirda tuman hududida kiber jinoyatlarni kamaytirishga qaratilgan tezkor profilaktika tadbirlari jadallashtirilib, targ'ibot tadbirlarini o'tkazish orqali aholi kiber madaniyatini shakllantirish borasida ishlar olib borilmoqda. Hurmatli deputatlar, hurmatli Prezidentimiz doimiy ravishda jinoyatchilik masalasiga alohida e'tibor qaratib, aholi tinchligi, osoyishtaligini va xavfsizligini ta'minlash borasida oldimizga aniq vazifalarni belgilab bermoqdalar. Shundan kelib chiqib, giyohvandlikni oldini olish, uyushgan jinoiy guruhlar hamda korrupsiya holatlariga qarshi murosasiz kurashish, jinoyatlarni o'z vaqtida aniqlash va oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshiramiz. 2026-yil 2-chorak yakunidan kelib chiqqan holda kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlarni belgilab oldik. Mazkur tadbir doirasida mahallalarda raqamli xavfsiz mahalla tizimini yanada kuchaytirib, barcha mahallalarga kirib borilishini ta'minlashga qaratilgan choralar ko'riladi. Mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish maqsadida profilaktika inspektorlar rolini oshiramiz. Ayniqsa qizil toifadagi mahallalarga biriktirilgan mas'ul rahbarlar hududlarda xizmat tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratiladi. Hududlarda tozalash, antiterror, arsenal, qora dori, oriyat, qon, chegara tozalash maxsus tezkor tadbirlari o'tkaziladi. Giyohvandlik, psixotrop, ruhiyatga kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy muomalasiga chek qo'yish maqsadida reyd tadbirlari tashkil etiladi. Internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda tezkor texnik tadbirlar o'tkazish orqali giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning onlayn sotuvini tashkil etgan shaxs va guruhlarni aniqlashga qaratilgan profilaktika tadbirlari kuchaytiriladi. Ko'ngilochar joylarning ro'yxati yangilanib, bu yerda qonunchilikka asosan profilaktika tadbirlari o'tkaziladi. Ushbu amalga oshirilayotgan profilaktika tadbirlarimiz albatta kelgusida samarasini beradi deb o'ylayman. Hurmatli deputatlar, axborot savollarga
ma'ruza tugadi. Hozir deputatlar ma'ruzashga savollar bor. Assalomu alaykum. 12 blok boshlaydi. Hurmatli bosh muhabbatining shuni ma'ruzangizda alohida yo'l transport hodisalariga cho'qtirib o'tdingiz. Oldingi sessiyalarda bir necha marta gapirdim. Boshqa uch yo'nalishida 3 kun bo'ldi, yana bitta avtotransport hodisasi bo'lgan. Atallama rasmni oldirib keldik. Biz tahlil qilganimizda 2024-2026 yil davomida 30 dan ortiq mana shu yo'lda avtotransport hodisasi bo'lgan. Bitta o'lim bilan bog'liq, 3 ta og'ir tan jarohati bilan bog'liq hodisa bo'lgan. Buni eng asosiy masalalarni dolzarb qilib ikkita nuqta bor xolos. Shu 30 ta avariya ikkita nuqtada bo'ladi, o'zingiz bilasiz, shu mahalladan katta yo'lga chiqqan joy. Endi sababi yo'ldan tez keladi, yo'l tekis, birinchidan, ikkinchidan hech qanaqa radar, ogohlantirish yo'q. Shuning uchun men taklif bo'lardi, yo bu yerga o'sha ikkita nuqtaga svetofor o'rnatishimiz kerak. Yo bo'lmasa mana shu ikkita joyga shu sun'iy tezlikni pasaytiradigan joy qilishimiz kerak. Yoki shu mahallada atrofida bitta radar qilmasak, bu mana shu haftaning o'zida ikkita bo'ldi. Shu o'tganda endi bu 30 tadan to'g'ri, misol uchun mana bu aytgan ma'ruzaga tushmasligi mumkin, chunki inson omili kerak, bir-birimiz bilan deb yarashib ketayotgani ham ko'p. Mushtarni o'zing bo'lasan degan masala ham ko'p. Shuning uchun taklif bo'lardi, nimadir shu chorasini birgalikda ko'rmasak bo'ladi. Rahmat. Javob bormi? Yo'q, takliflar bo'yicha qilingan ishlar bo'yicha. O'sha haqiqatan to'g'ri hozir iltimos ham taklif bo'ldi. Haqiqatan hozirda og'ir holatdagi avtoavariyamiz bor, yana sodir etildi. Ishlaydigan qonun bilan bog'liq avtoavariya kuzatildi haqiqatan. Bor yerda ular yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi bilan o'rgandik. Bu bo'yicha qabullardan murojaat qilib tushgan kecha boshqarma boshlig'imiz rahbarlar kelganda ham bu masalada ko'tarildi. Yay bilan bog'liq holatda markazimizga bog'liq transportlar ko'paytirildi. Mana yangi yo'limizdagi holatlar, yangi yo'limizda avariya holatlari kuzatilyapti. Yo'ldan chiqish holatlari, yaqinda o'lim bilan bog'liq yo'ldan chiqish bo'lgan holatlar, avariya bo'ldi. Ular hammasini yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi bilan o'rganildi. 16 ta radar o'rnatish bo'yicha takliflar berdik. Hozir endi asosan mana markazlar bo'yicha qabuldan keyin 3 ta tizim kamera o'rnatilgan, ish tushadi, uni qonuniylashtirib hozir ruxsat beradi, ular qo'mita tomonidan so'rab qo'yiladi. Hozirgi taklifga ham yozib oldik, haqiqatan muammomiz bor. Bor haqiqatan oxirida bu vaziyatni o'zimizdan ruxsatni kuzatganmiz, juda tez yuradi, cheklanmagan, svetofor qo'yilmagan. Haqiqatan qo'rqinchli darajada bo'lib ketadi mashinalar haydash tez. Bu bo'yicha bir chora berilib, rahmat. Boshqa prokuror ma'ruzalarda tumanimizda ikkita voyaga yetmaganlar orasida to'g'ri holati aniqlangan. Mana shunda bitta bizni Zamondosh mahallasida voyaga yetmagan maktab 10-sinf bitirgan qiz turmushga berib holatlar bor. Shu masala bo'yicha voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspektorlari, profilaktika inspektorlari qanaqa ish olib boradi? Umuman profilaktika inspektorlar tumanimizda 56 ta mahalla bo'lsa, bularni jamlashtiriladigan qay holatda? Ularning moddiy texnika bazasi, ajratilgan kompyuterlari bormi? Yo mahalla raisini yo bo'lmasa yoshlari kompyuterdan foydalanadi. Qay holatda shuni analizatsiya? Hozir rahmat. 56 ta mahallalarimizda hozir to'liq profilaktika jamlangan. Hozir Muslim mahallasida kasalimiz bor, ish chiqmayotgan. Ancha vaqtdan shu muammo lekin qolgan hududlarda to'liq jamlangan. Moddiy texnika ta'minoti bo'yicha ham kompyuter bilan bog'liq masalalarimiz bor, bu ham takliflar beriladi, yechilyapti. Hokimiyatdan bor haqiqatdan yechish uchun uni joy-joyiga qo'yamiz. Endi erta to'g'ri holati mana
bitta nikoh bilan bog'liq holatlarni muammolar bo'ldi. Yoshligidagi mahallada ham bo'lgan holatimiz ham asosan yerda unashtirish bilan bog'liq, nikoh bilan bog'liq shunga qadar boshqa bo'ldi. Baribir to'y boshqa narsa bo'lmagan bo'lsa ham og'zaki so'zlar ishonib qo'ygan holat bor. Shunaqa holatlardan kelib chiqyapti. Hattoki ham tuzatilyapti. Xotin-qizlar bilan muhojirlar bilan yoshlar bilan ishlash o'rinbosarlar har kuni shu masalani gaplashib, asosan mahalla yetkiligi, mana hokimiyat xotin-qizlar yoshlar masalalari bilan birgalikda hamkorlik qilib masalalar bilan kurashmasa, alohida ishlanasi, bu narsani to'g'risini orada yashirib qilayotgan holatlar ham bo'lyapti. Uni bilib qo'yapmiz. To'y kuni ham bilib qo'ygan holatlarimiz bo'ldi. Endi uni o'ziga yarasha muammosi bo'lgan holatlar ham bo'ldi. Bo'yda bo'lib qolgan holatlar ham bo'ldi. Endi iloji yo'q, majbur to'y belgilashga o'tqazmasa bo'ladi. Shunaqa holatlar ham bo'ldi. Uni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar albatta ham yetkili bilan birgalikda xotin-qizlar bilan kuchaytiramiz, choralarni ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bulardan mana shu an'anaviy hujralar, o'shalar biz 19 ta tumanda masjid bor. O'sha masjidda o'sha narsani tashkillashtirish, imomlar, militsiyasi, o'rmonlar, kimlar namoz o'qishni o'rganish kerak. Yosh bo'lib, qanday o'rganish nima? O'shani bir tashkillashtirish boshlash kerak. Chunki biz qonuniy o'quv yurtlarimizda endi bor endi bu shaharlarda boshqa tuman kesimida, mahallada mashinalarimiz bor. Uchta holatni yetmagan mana o'tgan hafta ikkita holatlar bo'ldi. 9 ta, 10 ta holat. Bundan oldin juda ko'p holatlar boshqa bo'ldi. Endi hujra ichida o'qitish ham bo'ldi. Noto'g'ri ishlar qo'yapti-da, bular o'qitish. Og'ir vaziyatda ishlatilgan. Bundan holatlar aslida tashib qilgandan keyin majburiyat qilgan holatlar ham bo'ladi. Boshqa gapirmaydigan holatlar buni ko'rib chiqamiz. Diniy idoralardan bekorga deputatimiz oldin savol bermayaptilar. To'qqizinchi maktab rahbarlari Mavlon opa bilan bizda Shunbuloq mahallasida ikkita erta nikoh, bitta erta tug'ruq oldini olish nimasiga erishdik. Lekin fuqaroga, bosqonaga xodimlaringizga o'shani burada choraga olib kirib berdik-ku, chora ko'risholmadi. To'g'rimi, ma'lumotlar? Shunga sizlardan